Assalomu alaykum, hurmatli 1.3.0 redaksiya dasturi foydalanuvchilari. Bugungi videoning mavzusi kassachi qimorlari. Buning uchun banki kassa menyusidagi kassaviy dokumenti bo'limiga kiriladi. So'ngra videochi tugmasi bosiladi. Birinchi navbatda vid operatsiya qismidan o'zimizga kerakli bo'lgan vid operatsiyalar, ya'ni operatsiya turlarini tanlab olishimiz mumkin. Bizga inkassatsiya vid operatsiyasi kerak bo'ladi. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana qismi esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Shot qismida "Показать все" tugmasini bosish orqali ushbu ro'yxatdan buxgalteriya shotini tanlab olsak bo'ladi yoki o'zimiz qo'lda yozib ham tanlab olishimiz mumkin. Подразделение qismida 50 o'yinga tegishli bo'lgan подразделение tanlab qo'yiladi. Va pastdagi summa qismida qancha pul chiqarayotgan bo'lsak, o'shancha miqdordagi summa yoziladi. Ushbu pastdagi maydon vid operatsiyani tanlagan paytimizda o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. Shot debit qismida 57 o'yin bo'ladi. State движения денежных средствda 57 o'yinga tegishli bo'lgan pul oqimlari to'g'risidagi hisobot aks ettiriladigan statya tanlab qo'yiladi. Pastdagi подразделение qismi ham 57 o'yinga tegishli va eng pastdagi statya DDSda 50 o'yinga tegishli bo'lgan statya qo'yiladi. Rekvizit pechatniy formani bosganimizda ushbu bo'sh kataklar maydoni bizga ko'rinadi. Ushbu bo'sh kataklarni to'ldirish orqali pechatniy formada aks ettiriladigan ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin. Kommentariya qismida o'zimizga kerakli bo'lgan kommentariyalarni, ya'ni izohlarni yozib qoldirishimiz mumkin. Barcha ma'lumotlar to'ldirilgandan so'ng "Zapisat", "Провести", "Debit", "Kredit" tugmalarini bosish orqali ushbu buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. Agar bizga bosma varianti kerak bo'ladigan bo'lsa, pechat tugmasini bosib, qog'ozga chop etib olishimiz mumkin. Провести zakrit tugmasini bosganimizdan so'ng ushbu hujjatimiz kassa hujjatlari maydonida ko'rinadi. Ushbu hujjatimizda pulni inkassatsiya shotiga o'tkazib yubordik. Endi bu inkassatsiya shotini yopish uchun quyidagi ketma-ketlikdagi ishlarni bajaramiz. Buning uchun banki kassa menyusidagi "Банковский выписки" bo'limiga kiriladi va "Поступление" tugmasi bosiladi. Vid operatsiya qismidan "Показать все" tugmasini bosib, inkassatsiya vid operatsiyasini tanlab olamiz. Va registratsion nomer o'zi avtomatik shakllanadi. Sana kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Uni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Выходящий nomer, ya'ni hujjat nomeri qo'yiladi. Выходящий datada esa hujjat sanasi qo'yiladi. Bank shot qaysi bank shotiga pul tushayotgan bo'lsa, o'sha bank shoti tanlab qo'yiladi. Подразделение esa o'zimizga kerakli bo'lgan подразделениeni tanlashimiz mumkin. Summa qismida summa yoziladi. Qancha summa kelayotgan bo'lsa. Inkassatsiya vid operatsiyasini tanlaganimizda pastdagi maydonimiz o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. Agar qanaqadir назначениemiz bo'ladigan bo'lsa, pastga yozib qo'yishimiz mumkin. Izohlarimiz o'zi kommentariya qismida yozamiz. "Zapisat", "Провести", "Debit", "Kredit" tugmasini bossak va quyidagicha buxgalteriya provodkalari aks etadi. Keyingi hujjatimizga o'tamiz. Buning uchun kassaviy dokument bo'limiga o'tib, yana "Видача" tugmasini bosamiz. Vid operatsiya qismidan "Показать все" tugmasini bosib, "Прочие расходы" vid operatsiyasini tanlaymiz. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. Sana kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Shot qismini "Показать все" tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan buxgalteriya shotini tanlab olishimiz mumkin yoki qo'lda o'zimiz yozib qo'ysak ham bo'ladi. Подразделение qismida o'zimizga kerakli bo'lgan подразделение tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. Summa qismida kassamizdan chiqadigan mablag' summasi yoziladi. Shot debit qismida esa o'zimizga kerakli bo'lgan shot tanlab qo'yishimiz mumkin deylik. Расход shoti, ya'ni xarajat shoti. Прочие доходы и расход qismida "Показать все" tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli bo'lgan xarajat turini tanlab qo'yishimiz mumkin. Va подразделение qismida "Показать все" tugmasini bosib, kerakli bo'lgan подразделение tanlab qo'yiladi. Statya DDS esa ushbu ro'yxatdan pul oqimlari to'g'risidagi hisobotda aks ettiriladigan statya DDS tanlab qo'yiladi. Pastdagi rekvizit pechatniy forma qismida bosma shaklda aks ettiriladigan ma'lumotlar to'ldiriladi. Kommentariya qismida esa qanaqadir izohlarimiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariya qismiga yozib qoldiramiz. Barcha ma'lumotlar to'ldirgandan so'ng "Zapisat", "Провести", "Debit", "Kredit" tugmasini bossak,
Quyidagicha buxgalteriya pravdkasi bizga ko'rinadi. Bizga ushbu hujjatning bosma shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, pechat tugmasini bosib, qog'ozga chop etib olishimiz mumkin.